Mo'minning eng muhim xislati sifatida Allohdan qo'rqishlik turadi, ya'ni taqvo turadi. Kim bu kishi desa, anchayin taqvodor odam. Bu odamni gapi olinadimi, yolg'on gapirmaydimi? Yo'q, yolg'on gapirmaydi. Birovni haqidan qo'rqadimi? Ha, qo'rqadi. Shu taqvo. Bir odamga pul beryapsiz, olayotgan odam taqvodor bo'lsa, majburlikdan olayotganligini va nima qilib bo'lsin, o'sha qarzni qaytarishlikni harakatini qiladi. Ertaga yeb ketaman, uni aldab ketaman, shun bilan o'zimni moddiy ehtiyojimni qondirib olaman. Bularni hammasi taqvodorga xos bo'lgan xislat emas. Chunki inson taqvodor bo'lgandan keyin ana shu taqvo xislati uni to'g'rilikka boshlaydi, rostgo'ylikka boshlaydi. Buni bir qancha masalalarda ham ko'rsak bo'ladi. Ota bolalik, er xotinlik, oilaviy sharoit, qo'ni-qo'shnilar va hokazo. Har qanday sohalarda bu ishni demak bemalol ko'rib chiqsak bo'ladi. Chunki bu sifat odam bolalarini avvali va oxiriga vasiyat qilingan amal sanaladi. Qur'oni Karimda Robbimiz marhamat qiladiki, astag'izu billah, va laqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum va iyyakum an ittaqulloh. Sizlardan oldingi kitob berilganlarga va sizlarga ham Allohdan qo'rqinglar deb amr qilganmiz deydi. Bu hammaga nido. Bizdan avvalgilarga ham Allohdan qo'rqishlik buyurilgan va bizlarga ham Allohdan qo'rqishlik buyurilyapti.